Aziz do'stlar, mana Rossiyada mudofachilikda yurgan akamiz Shirindan Shakar farzandi uchun velosiped zakaz qildi. Padarichli holatda olib ketyapmiz mana. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli hamshaharlar, kanalimiz obunachilari. Mana bugun Rossiya mamlakatida yurgan musofirchilikda yurgan Azamjon akamiz, Gulnoza opamiz Shirindan Shakar farzandi uchun va jiyani uchun tug'ilgan kuniga velosiped sovg'a qilishdi. Xudo xohlasa bu qilgan sovg'asidan, qilgan xarididan akamiz opamizni ko'ngli to'ldi degan umiddamiz. Akamizga, opamizga ishlariga rivoj tilab qolamiz. Alloh o'z panohida asrab aylasin, sog' salomat farzandlarini, jiyanlarini oldiga qaytib kelishsin. Nursulton, tug'ilgan kuningiz bilan ukajon. Alloh umringizni bersin. Uzoq umr ko'ring, sog' salomat bo'ling. O'sha opa-odalaringiz sizni baxtingizga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda minib yuring velosipedda.